Mana endi keyingi 8-savolga o'tsak. 8-savolda which of the following would a decrease in allowance for receivable result in? Quyidagilardan qaysi bittasi sodir bo'lganda allowance decrease bo'ladi, ya'ni kamayadi. Kamayadi deyapti. Option 1 ga qarasa increase in liabilities. Bu xato. Agar liability ochsa, demak shu allowance ham ko'paygan bo'ladi. Ikkinchi option decrease in working capital. O'zi working capital nima? Working capital bu current asset dan current liability ga ayrilgani. Ya'ni bu decrease bo'lsa, decrease qachon decrease bo'ladi? Current liability increase bo'lganda. Ya'ni masalan current asset $10,000, current liability masalan $4,000 deylik. O'shanda working capital 6,000 bo'ladi. Agar mana current liability oshsa, bu degan shu allowance ham oshgan bo'ladi. O'shanda kamayadi. Uni allowance oshadi. Decrease bo'lmaydi, increase bo'ladi. O'shanga bu option 2 ham xato. Uchinchi optionda decrease in profit. Ya'ni bu ham xato, chunki o'sha aniq oshsa, allowance oshsa, o'sha debt oshadi. O'shanga profit ham kamayadi. To'rtinchi oxirgi option to'g'ri bo'ladi. Agar foyda oshsa, allowance kamayganini bildiradi. Ya'ni shu allowance kamaytirilsa, masalan, opening allowance masalan mini dedi. Closing allowance masalan 500 bo'ldi. Shu 500 ga decrease bo'ldi. 500 ga decrease bo'ldi. O'shanda 500 shu xarajatdan ayrilardi. O'shanda profit oshadi. O'shanda option 4 to'g'ri bo'ladi. Endi keyingi 9-savolga o'tsak, 9-savolda aytyapti, shu Jupiter bitta customer, ya'ni mijozi bankrot bo'libdi. Ya'ni mana declared bankrupt deyapti va receivable kiritib qo'ygan ekan. Mana shu mijozini o'sha qarzi bor ekan, o'shanga o'sha allowance kiritib qo'ygan ekan. Endi so'rayapti, which of the following is the correct double entry to account for this news? Nima qilish kerak? Bankrupt e'lon qilgandan keyin shu biz journal entry berardik. Ya'ni o'zi nima bo'lgan? Mana masalan already done deylik. Nima bo'lgan? Bu ya'ni kiritib qo'ygan deyapti. Allowance ga mana debitda irrecoverable debt shu qanchadir summaga va kreditda allowance yozib qo'ygan o'ziga. Zaxira qilib. Endi nima qilish kerak? What should be done? Endi shuni receivable ayirib olish kerak. Chunki allowance o'zi ta'sir qilmasdi. Prosta allowance masalan movement borlarda expense ga, lekin masalan net trade receivable topish uchun o'sha tasdiqlangandan keyin, o'sha allowance tasdiqlangandan keyin o'sha receivable ni ayirib olardik. Debitda allowance shu qanchadir summaga va kreditda receivable. Chunki receivable o'zi debit account, kreditni kamaytirib shu allowance ni tasdiqlab qo'yamiz. O'shanda bizda to'g'ri javob mana debitda allowance va kreditda receivable. Shu receivable ni ayirib qo'yamiz. Endi 10-savolga o'tsak, 10-savolda aytyapti, allowance da 8,000 increase bo'lgan ekan, lekin uni reduction deb yozib qo'yilibdi, ya'ni decrease deb yozib qo'yilibdi moliyaviy hisobotlarda va so'ralyapti, which of the following explains the resulting effect? Ya'ni bu noto'g'ri kiritib qo'yilgan mana shu entry qanaqa ta'sir ko'rsatadi? Profitga mana biz ko'rayotgan bo'lsak, optionlarda profitga va receivable ga qanaqa ta'sir ko'rsatadi? Kelaylik, masalan, misol uchun shunaqa misol o'ylab topdim. Profitimiz profit $10,000. $10,000. Trade receivablemiz $100,000. $100,000. Mana shu case ni ko'rib chiqamiz, ya'ni ham tushunarli bo'lishi uchun, masalan, ozgina tushuntirsa tushunmasligi mumkin. Mana deylik, opening allowance 24,000 edi. Closing allowance mana birinchi
nima edi? Originali increase bo'lgan edi. Ya'ni 24 mingga 8 mingni qo'shsak 32 bo'ladi. 32 ming bo'lib turib, bizda increase bo'lgan edi. Increase 8 mingga. Lekin nima qilib qo'yildi? Opening allowance 24 ming edi. Increase decrease qilib qo'yishdi va closing bizda 8 ming kamayib qoldi. 24 dan 8 ayirsak 16 ming bo'ladi. 16 ming bo'lib qoldi-da, bizda decrease kelib chiqdi. Decrease 8 mingga. Endi mana profitga qanaqa ta'sir qiladi? Mana increase bo'lganda allowance increase bo'lsa, bu expense ham oshiradi. Ya'ni 8 mingga expense ham oshirib, profit 8 mingga tushirardi. Ya'ni birinchi case'da, mana birinchi original case'da profitdan ayirishimiz kerak edi 8 ming mana. 100 mingdan 10 mingdan profit. 10 mingdan 8 mingdan ayirardik. O'shanda bizda 2 ming kelib chiqardi. Endi ikkinchi case'da bizda decrease bo'lyapti. Agar allowance decrease bo'lsa, bu expense ham kamaytiradi va profitni oshiradi. 10 ming qo'shamiz 8 ming. Bizda 18 ming bo'ladi profit. Birinchi profitni yozaman mana. Profit. Endi trade receivable ga ta'siri. Trade receivable dan ayirardik, shu closing allowance ayirardik va bizda o'sha net trade receivable chiqardi. Trade receivablemiz 100 ming edi. 100 mingdan 32 mingdan ayiramiz originalda. 32 mingdan ayirsak bir kuch 68 ming bo'ladi. 68 ming va decrease bo'lganda trade receivable shu 100 mingdan ayiramiz. Bizda closing agar shu decrease bo'lganda 16 ming bo'lardi. 16 mingdan ayiramiz. Bir kuch 84 ming bo'ladi. 84 ming. Endi mana agar difference topman, mana birinchisi origin deb qo'yamiz, bunisi ikkinchisini error deb qo'yamiz. Error qilingan xato. Difference ni topsak, mana 18 mingdan 2 mingdan ayirsak 16 ming bo'ladi. Ya'ni 16 mingga bu ko'paytirib qo'yilgan. Overstate bo'lyapti. Over. Mana buni ham qarasak, mana 84 mingdan 68 ayirsak, bu ham 16 ming kelib chiqadi. 16 ming kelib chiqadi. 16. Overstate bo'lyapti. Ya'ni o 8 ming kamayish kerak edi. 8 ming ko'payish kerak edi allowance, lekin kamaytirib qo'ydi. Shu 2 barobarga ta'sir qiladi, chunki shu 8 ni ko'paytirmadi ham, yetmagan 8 ni kamaytirdi ham. O'zi 8 ni increase bo'lish kerak edi. Masalan, mana agar 0 nuqta deb oladigan bo'lsak, o'zi 8 mingga ko'payish kerak edi. Biz shunday ham qoldirmadik-da, yana 8 ming kamaytirib qo'ydi. Shu ikkalasi shu двойной effekt deydi, shu double effekt bo'ladi-da. Shunga overstate bo'ladi. Mana o'shanda bizda profit overstate 16 ming va receivable overstate 16 ming bo'ladi. Option 3 to'g'ri bo'ladi. Endi keyingi 11-solga o'tsak, 11-solda aytyapti 2001-yil 1-yanvar, ya'ni yil boshiga allowance 3 ming, ya'ni bizda bu opening allowance bo'ladi. Opening allowance 3 ming va during the year $1000 write off qilinibdi, ya'ni bizda irrecoverable debt bizda 1000 ekan. 1000 va 800 were recovered, ya'ni 800 ni qaytarib beribdi. Shu 800 qarzimizni shu yozaverdik. Shu recovered bo'libdi, ya'ni qaytarib beribdi mijoz. Recover deymiz. 800 qaytib kelgan. Va 31-dekabr 2001-yilda allowance trade receivable 5% olinish kerak ekan. Trade receivable 20 ming ekan. Mana shu yerda aytadi, masalan, bir xilda shunda agar masalan adjust the allowance for receivables to 5% of receivable which are 20,000 desa, 5% shu 20 ming ekan deb, shu 20 mingni o'zini olib ketishi mumkin. Yo, bu shu 20 mingni 5% deyapti. The closing allowance 20 mingni 5% 1000 bo'ladi. 1000 bo'ladi.
Shunda bizda decrease bo'lgan. Decrease 2000 ga. Endi bizdan so'ralyapti. What amount should be included in the statement of profit or loss as the receivable expense? Endi P&L ketadigan charge so'rayapti. Keyin ikkinchi optionida please enter whether it's credit or debit deyapti. Ya'ni credit debitini ham ko'rsatib berishimiz kerak. Mana shu o'ziga P&L charge deydigan bo'lsak, mana irrecoverable deb qo'shiladi. Mana shu expense recovered, ya'ni qaytarib berildi, qoplandi. Buni ayirib tashlaymiz va decrease bo'lyapti. Allowance decrease bo'lyapti. 2000 ayiramiz. Mana 1000 dan 8 ayirsak 200, 200 dan 2000 ayirsak bizda minusda chiqadi. Ya'ni shu 1800 minusda chiqadi. Ya'ni debit account minusda chiqsa kreditga o'zgaradi. Ya'ni teskari tarafiga, ya'ni kredit bo'ladi. Shunda bizda 1800 bo'ladi, summasi 1800 va bu kreditda bo'ladi. Ya'ni teskari. O'zi expense o'zi normal debit account deydi. Agar debit account agar minusda chiqadigan bo'lsa, hisoblanganda shu teskari tarafiga o'zgaradi, shu kreditda bo'lib qoladi. Endi keyingi 12-savolga o'tsak, 12-savolda aytyapti, shu Top kompaniyasini $280,000 trade receivable bor ekan va shuni 1% ololmaymiz deb o'ylashayotgan ekan va shunga allowance ochib qo'ymoqchi ekan. O'shani 28,000 ga allowance ochmoqchi ekan. Va bundan oldin hech qanaqa provodga kiritilmagan ekan allowancega. Endi so'rayapti, which of the following is the correct double entry to create this allowance? Qanaqa ochilardi o'zi allowance? Debitda biz irrecoverable debit qilardik. Shu qanchadir summaga bizda 28,000 bo'lyapti va kreditda allowance. Shu allowance o'zi normal credit account deydi. Shunaqa credit account ochib qo'yardik. Shunda to'g'ri javob o'zi shuni tayyor. Option 1 bo'ladi. Nimaga 2-3 bo'lmadi? Ikkinchisida shu tasdiqlangan biz hozir rezerv bo'lyapti. Ya'ni biz o'sha allowance ga zaxira mashinchasini olmasligimiz mumkin deb turib, shu zaxira akkauntini ochib qo'yamiz. O'sha agar 28,000 keyin tasdiqlansa, haqiqatda olinmasa, keyin biz closing allowance o'sha receivable ayirib, o'sha net trade receivable topardik. Irrecoverable deb agar qachonki tayin, agar masalan o'zimiz taxmin qilmayapmizda, aniq mashinchasini masalan bermaydigan bo'ldi degan holat bo'lsa, agar write off deyilganda, o'sha write off derilardi, o'sha mashincha summa write off masalan irrecoverable deb berardi. O'shanda buni kiritardik. Hozir bu yerda bu ham emas, ya'ni bu yerda prosta taxmin bo'lyapti, rezerv ochib qo'yilyapti. 4-option bu o'zi xato, umuman xato narsa bu. Unaqa double entry berilmaydi. O'shanga option 1 to'g'ri bo'ladi. Mana endi keyingi 13-savolga o'tsak, 13-savolda aytyapti, beginning of the year, ya'ni yil boshiga allowance 850 bo'lgan ekan va yil oxirida 1000. Opening bilan closing shuni beryapti, ya'ni opening allowance 850 va closing allowance 1000 ekan. Va during the year 500 of irrecoverable debt were written off. Yani $500 irrecoverable debt ekan. Yani irrecoverable debt 500. Which includes $100 previously included in the allowance for receivables. What is the charge to statement of profit or loss for the receivable expense for the year? Yani shu penalty charge so'rayapti. 850 dan 1000 ga agar ko'paygan bo'lsa, bizga 150 increase bo'lyapti. Increase 150 ga. Bu shu allowance increase bo'lganda qo'shilardi. 150 qo'shiladi. Shunda 650 bo'ladi. To'g'ri javob option 3 bo'ladi. Masalan 100 shunchaki chalg'itishga berilgan, ya'ni oldin ham aytganman, misollarda shu extra, shu unnecessary extra information beriladi. Agar 100 masalan oldin 100 hisoblangan ekan, endi hozir ayirib olishimiz kerak, 500 dan ayiramizmi yoki 850 dan ayiramizmi deb shu 100 dan ayirib qo'ysa, hozir yo 550 chiqadi yo 750 chiqadi. Shu noto'g'ri hisoblanishi mumkin. Demak, to'g'ri javob yo'q ekanmi yoki noto'g'ri hisobladimmi deb keyin ikkilanish bo'ladi, vaqtni ham oladi. O'shaning uchun endi bu baribir praktika bilan bo'ladi. Men hozir shuncha bilganim uchun straight forward shuni tekislab ketdim.
mana shunaqa misollarni ishlab ko'z ham o'rganadi. Ya'ni shu endi bir xil joylari bo'ladi. Rostdan ham shu extra information kerak bo'ladi. Ya'ni buni ko'proq misol yechib shu o'rganib boriladi. Bu yerda masalan 100 oldin shu hisoblab qo'yilganda receivable allowance ga, ya'ni bu zaxiraga, keyin shu 500 da ichida bor. Endi tasdiqlandi, shu yozib yuborishga, shuning uchun write off qilindi, bo'ldi. Bu hech qanaqa ayrib, bunaqa adjust qiladigan narsa emas. Shunga to'g'ri javob bizda option 3 bo'ladi. Endi keyingi 14-savolga o'tsak, which two of the following statements are correct? Ya'ni quyidagilardan qaysi ikkitasi, mana ahamiyat bering, ikkita deb aytgan. Masalan, bir xil shuni bittadan tanlab o'tib ketib qolish mumkin keyingi misolga. Shuni noto'g'ri deb oladi. Masalan, imtihonda mana birinchi statementga kelsak, masalan, an aged receivables analysis shows how long invoice for each customer have been outstanding. Bu to'g'ri, ya'ni leksiyada ham o'tgandek, shu aged receivable analiz qanchadan beri shu to'lanmayotganligini, shu outstanding shu qolib ketgan shu. Har bitta customerga mijoz masalan 30 kunlik qarzlar, 60 kunlik qarzlar, 90 kunlik qarzlar deb aytib ketgandek leksiyada, ya'ni shuni ko'rsatadi. Ikkinchi optionga qarasa, a credit limit is a tool applied by credit control department to make supplier provide goods on time. Bu noto'g'ri. Credit limit supplierlarga emas, aksincha customerlarga qo'llanadigan tizim edi. Ya'ni shu qaysi customerga qanchagacha masalan o'sha kreditga narsaga sota olamiz, shuni belgilarda bu supplierlar, ya'ni yetkazib beruvchilarga tegishli narsa emas edi. Uchinchi optionda receivables are included in the statement of financial position net of the receivable allowance. Bu to'g'ri. Ya'ni biz o'sha trade receivabldan allowance ayirib biza o'sha net trade receivable olib kelardik. O'shanda biza mana shu net trade receivable SFP ketardi. Shuni aytayapti. Ya'ni net of the receivables allowance degani trade receivable allowance ayrilgandagi holatini nazarda tushuntiryapti. Ya'ni bizda mana shu trade receivable account bor edi. Mana qanaqadir opening balance bo'lardi. Biz allowance ayirardik. Bizda qanaqadir shu keyin net trade receivable kelib chiqardi. Net. Mana shuni SFP ketardi. Shuni nazarda tutyapti. Mana bizda option 1 va option 3 javoblar to'g'ri bo'ldi. Option 4 ni ko'rib qo'ysak, credit limits are applied to customer who purchase goods using only cash. Only cash degan narsa yo'q. Cashda to'laydimi, masalan, plastik kartada to'laydimi yoki bank orqali to'laydimi, farqi yo'q. Mana shu bilan 10-chapter receivables mavzusiga bag'ishlangan amaliy mashg'ulotimizga yakun yasaymiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Keyingi darslarda ko'rishguncha salomat bo'ling.